qayerdan chiqyapsiz deb so'rayapman sizdan. Bu qanaqa savol bo'ldi? Oqsochni xonasidan chiqyapsizmi hozir? Esing joydami? Bu tomonda boshqa eshik yo'q axir, Bekzod aka. Bekzod aka, nega turibsiz? Voy xudoyim, siz hali shunchalikka bordingizmi? Ko'chadagi ayollar yetmaganda endi qayerdagi oqsoch bilan bolakalashib yuribsizmi siz? Esing joydami? Nimalar dersan? Hoy benomus. O'z yaqindagina uyimizga kelib, endi yarama bo'yniga otildingmi suyuqoyoq? Ey, esing joydami? Nima qilyapsan? Uni yonini olmang. Tinchlikmi, nima shovqin? Nima bo'lyapti o'zi? Ha, oyi, hech narsa bo'lgani yo'q. Zarifa, yur, xonada gaplashib olamiz. Qo'yib yuboring meni qo'limi. Oyjon, Bekzod akam xizmatkori xonasidan chiqib kelyapti hozir. Tunni lobar bilan o'tkazgan bu. Nima?